Men sizlarga hozir aql qilish niyatim yo'q. Xohlasanglar ko'ringlar meni, xohlasanglar o'tkazib yuboringlar. Kimgadir yoqaman, kimgadir yoqmayman. Bittasi yozibdi, Hilola sezyapsizmi, qarayapsiz deb. Ha, qarayapman. Yoshim endi 30 dan oshdi. Allohga shukr. Ha, qarayapman. Sochlarimga oq tushadi. Kraska ham yordam bera olmaydi. Ko'zlarimga ajin tushadi. Botoks ham yordam bera olmaydi. Fillerlar hech qatimga yordam bera olmaydi. Qarishni boshladim. Allohga shukr. Bo'ynlarimga ajin tushadi. Allohga shukr. Qo'llarim qavarishni boshlaydi. Dog'lar tushadi, tochka. Allohga shukr. Toshdan yaralmaganman. Temirdan yaralmaganman. Sinash uchun Alloh menga tana va jon bergan. Hammamiz qariymiz. Ota-onalarimiz qarib ketyapti. Biza kim bo'pmiz? Allohdan tilagim o'zim uchun shuki, vaqt soatim kelganda omonatimni egasiga topshirayotganda tumonat inson bilan ko'mili. Meni chiroyli qilib yuvishsin. Chiroyli qilib kafanlashsin. Chiroyli qilib janoza o'qishsin. Videolarimni ko'rib, meni yaxshi gaplar bilan eslashsin. Hamma narsani tashlab bir kun ketamiz. Sizlarni yaxshi ko'raman. Like bosing.